Sizchi, siz kasbingiz uchun qancha umringizni sarflagansiz? Mana shuni shuncha kaltalatib bera olasizmi? Boshqa atelyega olib borsam qilolmaymiz deyishdi. Faqat qimmat kostyum xo'jayinimlarniki o'zidek qilib bera olasizmi? Biz qila olamiz, xo'p, tashlab ketasiz. Beramiz. O'zidek bo'ladimi? Sizga bo'ladi, qilinganini bilmaysiz ham. Qanchada bo'ladi? Ha, eng tez qilganimda ham 1 soatda qilib bo'la olamiz. Voy, shoshmang, narxini gaplashmadik-ku. 100 ming so'm bo'ladi. Eshitmadilar ham. Mana kostyumingiz tayyor bo'ldi. 1 soatda ulgurdim. Zo'r, xuddi o'zidek bo'pti. Qancha bo'ldi? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ketgan bo'lsa 1 soat vaqtingiz ketgandir. Bu nima deganingiz? 1 soatda qilib bo'lishim uchun 15 yil umrimni sarflaganman-ku. Robiya, siz bilan shishishga qancha vaqtingizni sarflagan bo'lardingiz? Men переделка qilmaganman, lekin o'xshatib tikishim uchun 3-4 soat vaqtim ketgan. Inson bitta kasbda professional darajasiga yetish uchun kamida 10 ming soat shu kasb bilan mashg'ul bo'lgan bo'lishi kerak. Bu degani kuniga 8 soatdan dam olish kunlari siz ishlaganingizda ham 3,5 yil umringiz degani. Sizchi, siz kasbingiz uchun qancha umringizni sarflagansiz va sizga ham shunday munosabat bo'lganmi? Javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman.